Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli ata-onalar, şundaqla qadirlik, omaq, suyumlik farzandlarimiz. Güzel dinin programımızın 16. sanağı kelgininglarni qizg'in qarshi olamiz. Kamina Abdullah Yalqon shundaqla kichik diktorimiz Qizil Yopirmoqdan sizlarga o'tliq, güzel Allohning salom bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Qadirlik radio anglovchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek biz bu programmamizda Mening Güzel Dinim nomli kitobni diqqatingizga sunib kelyapmiz. Biz ilgirki bir qancha qitimliq programmamizda namoz babini davomlashtirib kelayotgan inshaalloh bugun namoz babi bugungi programmamizda oxirlashidi. O'rganganlarimiz bir qo'l takrorlab savol javob shaklida oxirlashtiramiz. Qani unda bo'lsa oldi bilan jamilar va masjidlar degan bobga kelib to'xtab ekanmiz. Shu yana diqqatingizga sunib o'tay. Uning keyindan biz eng oxirgi namoz babininki savol javob, ya'ni o'rganganlarimizni takrorlab boqaylik degan mavzudagi savol javob to'g'ri xatoni ikkalan birlikda so'zlab o'tamiz. Diqqatinglar radiomizda bo'lsin. Camiler ve masjidlar. Masjid ve cami degan nima? Javob: sajda qilinadigan yer ma'nosidagi masjidlar Allohga ibodat qilish uchun bino qilingan muqaddas makonlardir. Türkiye'de odatda bir qadar az kishini sig'dira oladigan kichikroq makon masjid, bir qadar ko'p kishini sig'dira oladigan mustaqil va cho'ng binolar cami deyiladi. Boshqa islom davlatlarida cami va masjid kalimasi o'xshash ma'noda qo'llanildi. Masjid va camilar Allohga ibodat qilinadigan yer ma'nosida ibodatxona, ma'bad deb atiladi. Dinimizda namoz o'qish, duo qilish va Allohga ibodat qilish uchun maxsus bir makonning bo'lishi shart emas. Her yerde ibadet qilg'ili bo'ladi. Shuningdek bilan birga bir aholilar o'ltiraq rayondagi camiler ve uning egiz qubbasi, munari shu rayonning musulmonlarga oid ekanligini ko'rsatdi. Uningdan boshqa cami ve masjidlarda jamoat bilan birlikda namoz o'qish va kollektiv ibodat qilish yolg'iz ibodat qilishga qaraganda texmo afzal va ko'p savobdir. Camiler bizning kunda 5 qitim o'zaro ko'rishadigan va har juma kuni mutlaq holda bir yerga yig'iladigan muqaddas makonimizdir. Allohga ibodat qilish uchun selingan tunji ibodatxona nada? Javob: Qur'oni Karimda Allohga ibodat qilish uchun bino qilingan tunji yerning Ka'ba ekanligi bildirilgan. Islom tarixiy kitoblarida Ka'baning ulini tunji qitim salgan kishining Hazrati Adam alayhissalom ekanligi naql qilingan. İbrahim alayhissalom va Ismoil alayhissalommi shu ulning ustiga Ka'bani yangi boshdan bino qilgan. Yer yuzida ikkinchi qatim bino qilingan masjid bo'lsa, Sulaymon alayhissalom Quddusda bino qilgan Masjidi Aqsa masjididir. Payg'ambar alayhissalom jami soldirganmi? Javob: Payg'ambar alayhissalom Makkadagi chog'larida masjid sifatida Ka'bada namoz o'qib, Allohga ibodat qiladi. Mushriklar javri zulmni kuchaytgan vaqtlarda Darul Arqam deb atalgan yerda jamoat bilan birlikda namoz o'qib, islom dinini o'rgatdi. O zamonlarda Hazreti Abu Bakrga o'xshash uylarni masjid qilgan sahobalarmi bor edi. Payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilganda yo'lda Quba degan yerda bir masjid selishni buyurdi. Shuning bilan usti ochiq holda kichik bir masjid selindi. Madinaga kelganda qilgan tunji ishimi setib ilingan bo'sh yerga Payg'ambar masjidi deb atalgan Masjidi Nabaviyni bino qilish bo'ldi. Bu masjidni selishda Payg'ambar alayhissalom bevosita qo'l tiqib ishlab, mo'risida xish kesak to'shigan edi. Kunimizda Madina Munavvar shahridagi Masjidi Nabaviy bo'lsa, ushbu muqaddas masjidning kengaytirilgandan keyingi ko'rinishidir. Cami va masjidlar nima uchun muhim? Javob: bir yerda cami yoki masjidning borligi shu yerda musulmonlarning yashaydiganligining ishoratidir. Masjidlar Allohga atalgan yerlardir. Bu yerga kirgan kishilar huzuriga erishadi va xotirjam holda Allohga ibodat qiladi. Ilm o'rganadi va bir-biri bilan tanishadi. Hech kim masjid va camilarni shaxsiy mulki qilib egallab olmaydi. Bunda qilish cho'ng gunohdir. Bunda qilgan insonlar va camilarda Allohga ibodat qilinishiga to'sqinlik qiluvchilar insonlarning ichidagi eng zolimlardir. Masjidlar tavhid e'tiqodining simvoli ve Ka'ba-i Muazzam ulug' Ka'baning yer yuzidagi sho'balaridir. Bu sebepten musulmonlar barg'anligi yerlarda va fathi qilgan yangi davlatlarda shart sharoit va ehtiyojga asosan
cho'ng kichik oddiy sodda yoki ko'rkam hayvatlik jamilarni bino qilgan. Jamilarda faqatli namoz o'qilamdi degan savol. Javob: jamilar faqatli namoz o'qiladigan makonlar emas. Tarixdan buyon jamilar buyuk madaniyatlarning markazi bo'lgan. Payg'ambarimizning zamonida tunji qitim bino qilingan masjidning yanidala Suffa ismida bir maktab ochilgan va ilm markazi bo'lgan. Suffaning tunji o'qituvchisi payg'ambarimiz edi. Masjidi Nabaviy musulmonlar bir yerga yig'iladigan, namoz va Qur'on o'qiydigan, payg'ambarimizning suhbatlarini anglaydigan, masalalarni so'zlashib, hal qilish chorasini maslahatlashadigan, chet ellik elchilarni qabul qiladigan, davlatni idora qiladigan bir markaz bo'lgan edi. Musulmonlar tarafidan keyingi asrlarda bino qilingan cho'ng jamilarning yanida madraslar, maktablar, oliy maktablar, namrat yo'qsillarga tamoq beradigan uylar, kitobxonalar, doktorxonalar, hammomlar, munchilar qatorliq jamiyatdagi xalqning zarur ehtiyojiga keraklik muassasalar ta'sis qilingan edi. Jamilar ilm-fan, madaniyat va ilg'orlikning markazi bo'lib, insonlarning o'zaro ittifoqlashishi va tarbiyalanishi uchun to'kib qo'shadigan makonlar bo'lgan edi. Jamida qanday xizmatchilar bor? Javob: imom, boshlamchi, yo'lboshchi, rahbar va davlat boshlig'i degan ma'noni bildiradigan imom kalimasi namoz o'qitadigan va jamoatga diniy jihatda rahbarlik qiladigan kishiga berilgan ismdir. Jami imomi faqatli namoz o'qitish bilan qolmasdan, balki o'zi yashayotgan yerda bilimi va axloqi bilan insonlarga boshlamchi bo'ladigan jamiyat a'zolarining ma'naviy jihatda tarbiyalanishiga mas'ul bo'ladigan kishidir. Muazzin namoz vaqti kelganda azon o'qiydigan va jami ichida muazzinlik bilan munosabatlik boshqa vazifalarni ado qiladigan kishidir. Imom yo'q chog'larda imomga vakolatan namoz o'qitadi. Jamiyat a'zolarini ma'naviy jihatda tarbiyalashga imom bilan birlikda mas'ul bo'lib ishlaydi. Xotib juma, hayit namozi, Ramazon va haftaning ma'lum bir kunlarida namozdan ilgari yoki keyin xalqqa tabliğ, nasihat qiluvchi kishidir. Xatiblar xalqqa xitob qiladi, tabliğ qiladi, ilm o'rgatadi. Jamiga kelgan musulmonlarni diniy jihatda tarbiyalaydi. Jamiyat a'zolarini tarbiyalashda xatiblarning roli cho'ngdir. Qayyum odatda cho'ng jamilarda bor. Jamilarning pokiz va ratlik bo'lishiga mas'ul xizmatchilar. Jamidagi asosli qismlar qaysilar? Mihrab jamida imom jamoatga namoz o'qitganda jamoatning oldida turadigan yer. Munbar juma va hayit kuni xutba o'qiladigan yer. Qiblaga oldimizni qilganda mihrabning o'ng tarafida turadi. Xutba o'qish uchun pashdoq bilan chiqiladi. Kursi o'rindiq degan ma'noda bo'lib, jami imomi yoki xatibning jamoatga tabliğ qilganda turadigan yeri. Muazzin mahfili muazzinlar namoz o'qiydigan va qomat o'qiydigan yerdir. Muazzin mahfili barliq jamilarning hammasida bo'lavermaydi. Odatda cho'ng jamilarda bo'ladi. Tövəndə biz suallar bölümü keldik namoz babiningki. O'rganganlarimizni takrorlab baqayli. Birinchi, tövəndəki cümlələrning to'g'ri yoki xato ekanligiga hukm qiling deydi. To'g'ri bo'lsa to'g'ri, xato bo'lsa xato degan so'zning yendiki katakchiga ishorat qiling deb kitobda bunday keldi. Biz bu yerda ig'zoki shaklda radio bo'lganligi uchun bu shaklda deymiz. Qizil yupurmoqni diqqatingiz menda bo'lsin. Birinchisi, 5 vaqt namoz Mi'roj kechasida farz qilingan deydi. To'g'rimi, xatomi? To'g'ri. Yaxshi. Xo'sh, ikkinchisi bomdod namozi 8 rakat bo'lib, 4 rakat sunnat, 4 rakat farz deydi. To'g'rimi, xatomi? Albatta xatodir. Chunki bomdod namozi 4 rakatdir. 2 rakat sunnat, 2 rakat farzdir. Yaxshi. Peshin namozi 10 rakat bo'lib, 2 rakat sunnat, 4 rakat farz, 4 rakat oxirgi sunnat deydi. To'g'rimi, xatomi? Albatta to'g'ri. Yaxshi. Xo'sh, xuftan namozi 10 rakat bo'lib, 4 rakat sunnat, 4 rakat farz, 2 rakat oxirgi sunnat deydi. To'g'rimi, xatomi? To'g'ri. Yaxshi. Vitr namozi o'qish farzdir deydi. To'g'rimi, xatomi? Xato. Chunki vitr namozi o'qish vojibdir. Hayit namozi o'qish vojibdir. To'g'rimi, xatomi? To'g'ri. Xo'sh, badanni, kiyim-kechakni va namoz o'qiydigan yerni ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan paskin narsalardan pokizlash, ya'ni hadasdan tahorat deb atildi deydi. To'g'rimi, xatomi? To'g'ri. Vitr namozi namoz shamdan keyin o'qiladi. To'g'rimi, xatomi? Xato. Chunki vitr namozi xuftan namozdan keyin o'qildi. Yaxshi.
Xo'sh, endi jamoat bilan birlikda namoz o'qiganda imomga iqtido qilishga ayrim niyat qilindi deydi. To'g'rimi, xatomi? To'g'ri. Xo'sh, endi namozga boshlaganda Allohu akbar deb takbir aytish, ya'ni iftitoh takbiri deyiladi. To'g'rimi, xato? Albatta to'g'ri. Xo'sh, tuvanda ikkinchi bo'limdagi o'rganganlarimizni takrorlab boqaylik. Mavzusida yana to'g'ri xato sharti berdik ekanmiz. Birinchisi, namoz vaqtlarini musulmonlarga bildirish uchun qilingan chaqiriq qomat deb atiladi deydi. To'g'rimi, xato? Xato. Chunki namoz vaqtlarini musulmonlarga bildirish uchun qilingan chaqiriq azon deb atiladi. Xo'sh, endi duoyi qunutni peshin namozining 3-rakatida o'qiymiz deydi. To'g'rimi, xato? Xato. Chunki duoyi qunut vitr namozida o'qiladi. Xo'sh, namozga niyat qilish sunnatdir deydi. To'g'rimi, xato? To'g'ri. İftitah namozga boshlash takbirini aytish farzdir deydi. To'g'rimi, xato? To'g'ri. Dastlabki takbirdan keyin subhanaka duosini o'qish farzdir. To'g'rimi, xato? Xato. Chunki sunnatdir. Sajda qilish sunnatdir. To'g'rimi, xato? Xato. Chunki sajda qilish farzdir. Nayt yaxshi. Namozda sahvanlik o'tkazib salsa, sahvi sajdasi qilish vojibdir. To'g'rimi, xato? To'g'ri. Nayt yaxshi. Cho'ng kichik tarixi qistab qolgan holda namoz o'qish haromdir. To'g'rimi, xato? To'g'ri. Namozda bir narsa yeb ichish makruhdir. To'g'rimi, xato? To'g'ri. Namoz o'qiyotganda ko'ksimizni qibladan boshqa bir tarafga qaratsak, namoz buziladi. To'g'rimi, xato? Albatta to'g'ri. Xo'sh, endi 3-bo'limdagi o'rganganlarimizni takrorlab boqaylik. Babida yana to'g'ri xato shaklda javob beramiz. Juma namozidan ilgari xutba o'qish kerak deydi. To'g'rimi, xato? To'g'ri. Xo'sh, yilda 2 hayitimiz bor, Qurbon hayit va Ro'za hayit. To'g'rimi, xato? Albatta to'g'ridir. Xo'sh, Qurbon hayit kunlarida namozning farzdan keyin o'qiladigan takbir tashriq takbiri deb aytildi. To'g'rimi, xato? To'g'ri. Xo'sh, safarga chiqqanda 3 rakatlik farz namozni qisqartib 2 rakat qilib o'qiymiz. To'g'rimi, xato? Xato. Chunki safarda 4 rakatlik farz 2 rakat qilib o'qiladi. Xo'sh, kun chiqayotganda, kun tiklashganda va kun petayotganda namoz o'qishga bo'lmaydi. To'g'rimi, xato? To'g'ri. Xo'sh, o'zimizni sinab boqaylik degan bobning birinchisi keldik. Birinchi, namoz o'qish orqali tuvandagilardan qaysilariga erisha olamiz deydi. Birinchi javob, namoz Allohni eng go'zal shaklda eslashimizga yordam qildi deydi. Ikkinchisi, namoz bizga oxirat kunini va hisob kunini xotirlatadi. Uchinchi, namoz o'qish bilan tanarkat qilgan bo'lamiz. To'rtinchi, namoz bizni gunohlardan tozalaydi deydi. Javobni qaysini tanlaysiz? Namoz o'qish orqali tuvandagilardan qaysilariga erisha olamiz deydi. To'g'ri javob B. 1, 2 va 4. Xo'sh, endi 5 vaqt namoz qaysi kechida farz qilingan deydi? A. Mi'roj kechasi, B. Qadr kechasi, T. Mavlud kechasi, P. Baroat kechasi deydi. Qaysi kechida farz qilindi? To'g'ri javob A. 5 vaqt namoz Mi'roj kechasi farz qilingan. Xo'sh, 3-tuvandagilardan qaysi namozning farz bo'lishi uchun keraklik emas deydi? A. Aqli hushi joyida bo'lish, B. ishchan bo'lish, T. Balog'atga yetish, P. Musulmon bo'lish. Qaysi namozning farz bo'lishi uchun keraklik emas? B. ishchan bo'lish. Ya'ni ishchan bo'lish namozning farz bo'lishi uchun keraklik bir shart emas, shundaymi? Aqli hushi joyida bo'lish, balog'atga yetgan bo'lish, musulmon bo'lish bu namozning farz bo'lishiga keraklik bo'lgan shartlardandir. Xo'sh, endi 4-si tuvandagi namozlarning qaysi vojibdir dedi. Peshin namozi, vitr namozi, namoz sham, juma namozi. Qaysi vojib? To'g'ri javob B. Vitr namozi. Xo'sh, 5-si tuvandagi namozlardan qaysi sunnatdir? A. Hayit namozi, B. Vitr namozi, T. Tarovih namozi, P. Jinoza namozi. To'g'ri javob T. Tarovih namozi. 7-si oldi bilan farzi o'qiladigan namoz tuvandagilardan qaysi dedi? A. Peshin namoz, B. Bomdod, T. Namoz sham, P. Xubdan. To'g'ri javob T. Namoz sham. 8-si tuvandagilardan qaysi namozning sirtidagi farz emas? A. Satri avrat, B. Vaqt, T. Niyat, P. Qiyam. Namozda o'ri turish. Bularning qaysi namozning sirtidagi farz emas deydi? To'g'ri javob P. Qiyam namozda o'ri turish. Xo'sh, 9-si tuvandagilardan qaysi namozning ichidagi farz emas deydi? A. Qiyam, B. Salom berish, T. Qiroat, P. Ruku. To'g'ri javob B. Salom berish namozning ichidagi farzlardan emas. Xo'sh, 10-si tuvandagilardan qaysi namozning ichidagi farz deydi? A. Hadasdan tahorat, ya'ni ma'naviy pokizlanish, B. Nijosatdan tahorat,
T satri avrat, P sajda. Bularning qaysisi namozning ichidagi farz deydi? To'g'ri javob P. Secde. 11 namoz vaqtlarini musulmonlarga bildirish uchun qilingan chaqiriqning ismi nima? A. Azan, B. Qomat, T. Salat, P. Takbir. To'g'ri javob A. Azan. 12 tövəndəki sünnət namazlardan qaysisi 4 rəkat emas deydi? A. Peşin namazının dastlabki sünnəti, B. Əsr namazının sünnəti, T. Namaz şamının sünnəti, P. Xubdan namazının dastlabki sünnəti. To'g'ri javob T. Namaz shamning sunnati. Xo'sh, 13 tövəndəki sünnət namazlardan qaysisi 2 rəkat emas deydi? A. Peşin namazının dastlabki sünnəti, B. Peşin namazının axırqı sünnəti, T. Namaz şamının sünnəti, P. Xubdan namazının axırqı sünnətidir. Bularning qaysisi 2 rəkat emas deydi? To'g'ri javob A. Peşin namazının dastlabki sunnati. 14 tövəndəki farz namazlardan qaysisi 4 rəkat emas deydi? A. Peşin namazının farzi, B. Əsr namazının farzi, T. Namaz şamının farzi, P. Xubdan namazının farzi. To'g'ri javob T. Namaz shamning farzi. 15 tövəndəkilərdən qaysisi namazının vaciblaridan biri deydi? A. Subhanaka o'qish, B. Subhana rabbiyal a'la deyish, T. Fatiha o'qish, P. Samiallahu liman hamida deyish dedi. Mushlarning qaysisi namozning vajiblaridan biri dedi? To'g'ri javob T. Fatiha o'qish. Xo'sh, ikkinchi bo'limdagi o'zimizni sinab boqaylik, babiga kelsak. Birinchi namozdagi oxirgi o'ltirishda tövəndəki duolardan qaysisi o'qilmaydi dedi? A. At-tahiyyatu, B. Allahumma rabbana, T. Allahumma salli ala, Allahumma barik ala, P. Duayı qunut dedim. Mushlarning qaysisi namozdagi oxirgi o'ltirishda qaysisi o'qilmaydi dedim? To'g'ri javob P. Duay qunut. Xo'sh. Ikkinchisi tövəndikilərdən qaysisi namazning makruhlaridan biri emas deydi? A. Namaz əsnasida bədən və kiyimini bekar tutub oynaş. B. Ruku və səcdədəki təsbihlərini 3 qitimdən artıq oquş. T. Çoğun kiçik təriti qıstab durğan halətdə namaz oquş. P. Adamның yüzüge qarab durub namaz oquş deydi. Yəni muşlarning qaysisi namazning makruhlaridan biri emas deydi? To'g'ri javob B. Ruku və səcdədəki təsbihlərini 3 qitimdən artıq oquş. Xo'sh, nəhayət gözəl cavab. Çünki ruku və səcdədə təsbihlərini 3 qitimdən artıq qancha qitim oqsaq, cemaatga imam bo'lmagan ahvol ostida qancha uzun o'qisak masala yo'q. Shuning uchun namozning ichidagi makruhlardan biri emas. Xo'sh, endi 3-tövəndəki namazlardan qaysisini jamoat bilan birlikda o'qish shart? A. Juma namozi, B. Peshin namozi, T. Asr namozi, P. Namoz sham. To'g'ri javob A. Juma namozi. Nəhayət yaxshi. 4-ci vaqtida o'qiyolmay qolgan namozni keyin to'liqlab o'qish nima deyildi? A. Qushluq chashgoh namozi, B. Qazo namozi, T. Kesal namozi, P. Tahiyyatul masjid namozi. To'g'ri javob B. Qazo namozi. Nəhayət yaxshi. 5-ci tarovih namozi qaysi oyda o'qiladi? A. Rajab oyi, B. Sha'ban oyi, T. Ramazon oyi, P. Muharram oyi. To'g'ri javob T. Ramazon oyi. Nəhayət yaxshi. 6-cı tövəndəki namazlardan qaysisida ruku və səcdə qilinmaydı deyil? A. Cinaza namazı, B. Taravih namazı, T. Cuma namazı, P. Hit namazı. Muşlarning qaysisida ruku və səcdə qilinmaydı muş namazlardan qaysisida? To'g'ri javob A. Cinaza namozi. Nəhayət yaxshi. 7-ci musulmonlarning qiblasi qayer və nədə? A. Kəbə, Məkkə, B. Kəbə, Mədinə, T. Məscidi Aqsa, Quddus, P. Ravza, Mədinə. Qaysi? To'g'ri javob A. Kəbə, Məkkə. Xo'sh, 8-ci qomat qachon o'qiladi deydi? A. Namazning farzidan ilgari, B. Hit namazdan ilgari, T. Jinoza namazdan ilgari, P. Vitr namazdan ilgari. To'g'ri javob A. Namazning farzidan ilgari. Xo'sh, 9-ci tövəndikilərdən qaysisi namozni buzmaydı? A. Gap qilish, B. Əsnash, T. Birər narsa yeb ichish, P. O'zi anglığıdək dərəcədə külish. Bularning qaysisi namozni buzmaydı deydi? To'g'ri javob B. Əsnash. 10-ci tövəndikilərdən qaysisi peshin namozi deydi? A. 10 rəkat, 2 rəkat dastlabki sunnat, 4 rəkat farz, 4 rəkat oxirgi sunnat. B. 10 rəkat, 4 rəkat dastlabki sunnat, 4 rəkat farz, 2 rəkat oxirgi sunnat.
T 10 rakat, 4 rakat dastlabki sunnat, 2 rakat farz, 4 rakat oxirgi sunnat. P 8 rakat, 4 rakat dastlabki sunnat, 4 rakat farz. Qaysi to'g'ri? To'g'ri javob B. 10 rakat, 4 rakat, dastlabki sunnat, 4 rakat, farz, 2 rakat, oxirgi sunnat. Xo'sh, nəhayət yaxşı. Hamda özümüz sınab baqaylı 3-cü bölümüge keldik. Birinci farzi 2 rakatdır. Farzdan ilgari xutba o'qiladi. Jamoat bilan birlikda o'qiladi. Yolg'iz o'qig'ili bo'lmaydi. Faqat er kishilarga farzdir. Yuqorqi alohidliklar tovandagilardan qaysi namozga oiddir? A. Hayit namozi, B. Bomdod namozi, T. Jinoza namozi, P. Juma namozi. To'g'ri javob P. Juma namozi. Nəhayət yaxşı. İkinci tövəndiklərdən qaysisi həm namazni həm də taharatni buzudi? A. Namazda bədanni qibladan başqa tərəfə örüş. B. Namazda birər narsa yeyish. T. Namazda gap qilish. P. Namazda yendikilər anlığıdak dərəcədə külish. To'g'ri javob P. Namazda yenidikilar anlığıdak dərəcədə külish. Üçüncü erkişlər yögəşkə tegishlik yerlər qaysi? A. Möri bilan put arasındakı yer. B. Kindik bilan tiz aralığındakı yer. T. Kindik bilan put arasındakı yer. P. Möri bilan tiz arasındakı yer. Qaysi to'g'ri? To'g'ri javob B. Kindik bilan tiz aralığındakı yer. Xo'sh, 4-ci ayollar yögəşkə tegishlik yerlər qaysi? A. Yüz, qo'l, putdan boshqa hamma yer. B. Beshidan boshqa hamma yeri. T. Möri bilan putning orasidagi yer. P. Möri bilan tizning orasidagi yer. Qaysi to'g'ri? To'g'ri javob A. Yüz, qo'l, putdan boshqa hamma yer. 5-ci duoyi qunut qaysi namozda o'qildi? A. Juma namozi, B. Tarovih namozi, T. Vitr namozi, P. Jinoz namozi. To'g'ri javob T. Vitr namozi. 6-ci Juma namozi o'qishning hukmi nima? A. Vojib, B. Farz ayin, T. Farz kifoya, P. Sunnat. To'g'ri javob A. Vojib. 7-ci Tarovih namozi qancha rakat? A. 18 rakat, B. 10 rakat, T. 20 rakat, P. 13 rakat. To'g'ri javob T. 20 rakat. 8-ci tövəndiklərdən qaysi hayit namozi uchun to'g'ri emas? A. Jamoat bilan birlikda o'qiladi, qazosi yo'q. B. Yilda 2 qatim o'qildi. T. Ruku yo'q, sajda yo'q bir namozdir. P. Xutba o'qiladi deydi. To'g'ri javob T. Ruku yo'q, sajda yo'q bir namozdir. Xo'sh, 9-ci Juma va hayit namozida xutba o'qiladigan yer nima deb ataladi? A. Munbar, B. Mihrab, T. Sharafa, P. Kursi. To'g'ri javob A. Munbar. 10-ci 4 rakatlik farz namozning 2 rakat bo'lib qisqartilishi uchun safar jarayonidagi musofa eng az qancha kilometr bo'lishi kerak? A. 9 kilometr, B. 90 kilometr, T. 190 kilometr, P. 900 kilometr. To'g'ri javob B. 90 kilometr bo'lishi kerak. Xo'sh. Xo'sh, endi tövəndəki boşluqlarni tırnaq ichidagi so'zlarda muvofiq bo'lganini tanlab to'ldiringlar deydi. Kecha o'qiladigan nafl namozni nima namoz deymiz? Tahajjud namozi deymiz. Xo'sh, namozda badanning tegishlik yerlarining yo'g'ilishi nima deb ataladi? Satri avrat deb ataladi. Xo'sh, namoz o'qishga boshlaganda Ka'ba tarafga oldini qilish nima deb ataladi? Istiqboli qibla, qiblaga oldini qilish deb ataladi. Namozda qiyomda o'ri turganda eng oz 3 oyat uzunligida Qur'oni Karim o'qish nima deb ataladi? Qiroat deb ataladi. Rukudan keyin peshona, burun, qo'l, put va tizni birlikda yerga qo'yish nima deb ataladi? Sajda deb ataladi. Jamilarga tahorat bilan qaysi putimizni dastlab kirishimiz lozim? O'ng putimiz bilan dastlab kirishimiz kerak. Xo'sh, juma namozidan ilgari o'qish lozim bo'lgan narsa nima? Xutba. Yaxshi. Qurbon hayit kunlarida namozning farzidan keyin o'qiladigan takbir nima takbiri deyiladi? Tashriq takbiri deyiladi. Jinoza, mayit namozi o'qish farz kifoyimi, farz ayinmi? Farz kifoyadir. Xo'sh, o'ltirib namoz o'qishga kuchi yetmaydigan bemorlar nima bilan namoz o'qisa bo'ladi? Ima ishorat bilan namoz o'qisa bo'ladi. Xo'sh, sababsiz holda namozni qazo qilish cho'ng nimadir? Gunohdir. Namozning vojiblaridan birini unutib qilib ado qila olmay qolsak, nima sajdasi qilishimiz kerak? Sahviy sajdasi qilishimiz kerak. Xo'sh, Qur'oni Karimdagi sajda oyatlarini o'qigan vaqtimizda qiladigan sajda nima sajdasi deb ataladi? Tilovat sajdasi deb ataladi. Xo'sh, nəhayət yaxshi. Hörmətli ata-onalar, shunaqla qadrlik o'smirlarimiz, shuna qilib Güzel Din programmamizning 16-cı sani mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelar qitimqi programmamizni ko'rishga sizlarni Janobi Alloh topshiramiz.
ijobatli duolaringlarda biz uchun duo qilishni unutmaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Qani qizli yupurmoq sizni xo'shlashib eling. Hürmetli ata-onalar ve qadrli kichik do'stlar, kelar qitimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.